Assalomu alaykum. O'zbekistonda ilk bor Colorist Gulyam Saxiy tomonidan Shkola Akademiya 5 kunlik ochildi. 3-iyundan 7-iyungacha bo'lib o'tadigan darsda 0 bazadagi masterlarimiz professional уровень nihoyatda baland kolorist bo'lib chiqadi. Demak, unda siz mana shu barcha eng sложный, eng самый трендовый texnikalarni o'rganasiz. O'zingiz mustaqil ravishda model bilan ish olib borasiz. Самый модный цветlarni mustaqil ravishda qilishni o'zingiz qilasiz. Men faqat o'rgatib etib turaman. Fon osvetleniyani to'g'ri qilish kerak bo'ladi, чтобы har qayoqda pitno bo'lmasligi uchun. Ana o'shalarni ham mustaqil ravishda qilasiz. Men o'rgatib turaman. Demak, bizani akademiyamizda bitta master bilan bitta model. Hozir 10 tagina master olyapman, 10 ta kresloga 10 ta master va 10 ta model bilan ishlanadi. Siz уровень baland professional kolorist bo'lib chiqasiz 5 kunning ichida. 5 kunlik darsim $200 bo'ladi. Yana 1 kunlik darsim ham bor. 1 kunlik darsim esa 600 ming so'm bo'ladi. Unda men обещать qila olmayman siz professional kolorist bo'lib chiqishingizga, lekin bitta texnikani mukammal o'rganib chiqib ketasiz. Shoshiling, joylarim chegaralangan, sertifikat va diplom beriladi.